Hurmatli obunachilar, avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukur. Qo'llab-quvvatlamayapsizlar. Layklarni bo'lsa obunalar beryapsizlar. Nima bo'lyapti sizlarga, qadrdonlarim? Layk bo'lsa obuna qilib tashlab, poddержка berib yuboringlar, kanalimiz cho'kib ketmasin. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda chuma kasalligi va qolaversa boshqa yana kasallikga qanaqa narsani nima qilsa bo'ladi degan savolga o'sha birinchi man tushuntirib beray. Xo'p. Qanaqa narsani shifo qiladi, qaysi narsani ukol qilsa bo'ladi, qaysi narsani surkasa bo'ladi degan savolga men sizlarga bir chetdan tushuntirib o'taman. Birinchisi chuma kasali, aslida o'ta og'ir kasal. U kelgandan keyin обязательно olib ketishlikka sababchi bo'ladigan kasallardan biri. Lekin chumani ham demini berib ko'taga tepadigani anpensilin. Endi u shunaqa go'zal narsa ekanki, avvalambor Xudo taoloning o'zi shifo beradi. Sababchi bo'ladigan narsalarning eng zo'ri anpensilin ekan. Любой kasalingizni ko'taga tepadigan o'ta go'zal ekan. Yana bitta narsani aytib o'taman, insonlar iste'mol qiladigan, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, insonlar iste'mol qiladigan mayda vitaminlardan bir ko'rsatib o'tay, men sizlarga shoshmang. Mana insonlar iste'mol qiladigan. Endi bundan 30 grammdan anpensilindan ukol qilgandan keyin 30 grammdan shundan ichirildi. Obunachilar 30 grammdan. Natija limonni qo'yib yubordim. Endi ko'rsata olmayman sababi kanalim bu. Hozir bu kanalimiz sotadigan bo'lsam 2000 dan ochiq qoladigan kanalim. Gap to'g'risi bunga ancha mehnatim ketgan. Ko'rsatadigan kanalim yopilib ketadi. Shu bilan xuddi pulni ariqqa o'qizgandan bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'rsata olmayman, lekin uzoq-uzoqdan ko'rsatishga harakat qilaman barchasini. Hop, obunachilar, bu narsa shunday narsa ekanki, 30 grammdan anpensilinni ichirganingizdan keyin обязательно bu narsani bering. Bir akamiz aytdilarki, "Ukajonim, hozir mana shunaqa chuma kasali bo'ldi, qatiqqa achchiq aralashtirib, to'lqin achchiqdan aralashtirib ichirdim shprisda aka. Bunaqa narsa qilmang, kommentariyada yozib qoldiribdilar. Chunki o'sha chuma paytida ichida isitmasi o'ta qattiq bo'lar ekan. U narsani ichgandan keyin battar ichi yonganda o'lishligi tezlashar ekan. U paytida qilinayotgan ukolni kesib tashlaydigan narsa qatiq bo'lar ekan. Birinchi bu narsani bo'lishdan oldin iloji boricha qatiq ichiringlar obunachilar. Keyin mineral suvini ham berilsa, xuddi inson qanaqa qilib o'liga kekiradi. Shuni singani kekittirib oladigan narsa ekan. O'zi insonlar ichida, buni ichida yod yana nimadir narsalari bor. Buni narsalarni o'qib o'taman. Bir majida mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil vitamin bor ekan bu suvda. Haqiqatda bemiza ichilsa, insonning organizmiga shunaqa foyda beradigan suv ekan. Bu endi men reklama qilganim, pul olgan joyim yo'q bu suvdan. Aytmoqchimanki, insonga foydasi bor narsa ekan. 7 xil vitamin joylashgan suvlardan biri ekan. Xo'p, obunachilar, bu narsa hattoki mana hozir anpensilin ukol qilganimdan keyin ham faqat tushunmang. Anpensilin dorini qilganimdan ukolni qildim. Albatta ukolni qilmoqchi bo'lsanglar, biroz o'ng tushini o'ng tomoniga qilinglar. Bu shaxsan o'ta kuchli doktor ukamizdan bilaman, ko'p narsani so'rayman. Shu ukamizni joni sog' bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Nima narsaga kasal bo'lsa aytsa, shuni qilsam zo'r bo'ladi. Endi undan ham men ham sal tajriba orttirgan holatda anpensilin ukoli qildim. O'sha chuma kasal holatida mashinani shprisda suvni ichirib yutdim, og'zidan donni yedirib yutdim. Обязательно makka emas, makka berib yurmanglar, chunki makka bersanglar hazm bo'lmaydi. Hazm bo'lmagandan narsa u oshqozonga ta'sir qilmaydi, quvvat bermaydi, oshqozon hazm qilmaydi, ikki tomonlama kurashadi, oxiri o'ladi. Shuni hisobiga obunachilar, siz shu narsani yaxshi bilinglar. Iloji boricha mana rasmga olsanglar ham bo'ladi. Shu narsani imkon qadar ichirib yuringlar. Chuma bo'lgandan keyin qatiq ichirmanglar. Hattoki samsoq, piyoz ham bermanglar. U oldinroq, shunaqa kasal bo'lishdan oldinroq bersanglar, unda o'ta go'zal bo'ladi. Shunaqa narsalar obunachilar. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr.
Video davomida yana zo'r narsalar ko'rsatishga davom etamiz. Yo'lingizda sog' bo'lsin. Shu yergacha ko'rgan ko'zingizga hech ham dard ko'rmasin. Ozgina bo'lsa-da foydali narsani sizlarga ilingim keldi. Albatta mana ishdan kelgan holatda mana hozir kecham tushdi, ishdan kelindi. Nonni yopishtirib olib keldik. Bugun 5 qop non olib kelgan obunachilar. 5 qop nonda 190 tadan non chiqqanda 5 qopdan nechta bo'ladi? 200 tadan bo'lganda 1000 ta non yopdim. 1000 ta non yopib hozir necha pul topib kelding deb o'ylashinglar mumkin. 5 qopligimizga 100 ming so'mdan 500 ming so'm pul topdim xudo xolisa. Endi mana bu issiqda non yopish o'zi bo'lmaydi. Duo qilib qo'llab turasizlar. Sizlarga shu narsalarni ko'rsataman deb hattoki ishimdan tashab hali Tohirjon, hali Erkinboy, hali falonchi kishi, hali u kishinikiga borib sizlarni shu ko'ngilingizdan joy olay degan maqsadda shu narsalarni kechib qilganman. Obunachilar shuning uchun bittadan like bosib qo'llab turganlardan barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Baxtimizga bor bo'linglar. Iloyim bu bizga qilayotgan xizmatinglar inshaalloh bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar.